Eski media konseynerni o'rnatib qo'ydik. Eski ekan ancha. To'g'ri tepasidan 3 fazali to'g'am olib kirar ekan, magazin bo'lar ekan, unga teshik qo'ydik. Ikkinchisi bu yoqda ikkita qo'ydik bu yerga. Xo'p, usta aka. Changimayaptimi usta aka? Mana bunisini ham qo'ydik, o'zi muzdekini chiqaryapti. Usta aka. O'chirib qo'yaman. Men bitta teshik mana chiqarib beringizlar, keyin hali mana tashqariga chiqarib qo'ysa bo'ldi. Nima bilan tashab bo'ladi? Keshagan narsa. Anaqa bruz bo'ladi-ku, perforatorga. Yo'q, bunaqa narsa. Elektrikda bo'lar, mayli. Mana bunisini ham ishlaydi-ku, elektrik, buni ham ishlaydi hali. Simini ham chiqarib qo'ydim. Ben pulti yo'qolmasin, sizga berib ketay. Xo'p, usta aka, charchamang.